Barchangizga assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz ko'pchilikka qiziq bo'lgan qozoq oqbosh qoramol zoti haqida, ya'ni ko'pchilikka Belagolovka nomi bilan ma'lum bo'lgan mol turi haqida. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Demak, videomizni boshladik. Qozoq oqbosh. Qozoq oqbosh zoti sobiq SSRda, hozirgi Qozog'iston, Rossiyaning Volgograd, Orenburg va Saratov oblastlarida 20-asrning 30-40 yillarida yaratilgan. Rasman 1950-yil ro'yxatga olingan. Seleksiya qozoq va qalmiq zoti urg'ochi sigirlarini Gerford buqalari bilan chattishtirish orqali amalga oshirilgan. Natijada yangi yaratilgan zot shu zot mollarining eng yaxshi xususiyatlariga ega bo'ldi. Iqlim sharoitiga yaxshi moslashish, tez yetishish va ko'p go'sht berish. Bundan tashqari qozoq oqbosh zoti yem tanlamasligi va parvarishda injiqlanmasligi bilan, shuningdek kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyati bilan Gerford zotidan o'zib ketgan. Qozoq oqbosh zotining eksteryeri Gerford zotinikiga juda o'xshaydi. Rangi qizilning har xil tusida. Boshi, ko'kragi, qorni, oyoqlarining va dumining uchi oq, yag'rini va dumg'azasida oq qashqali sigirlar ham uchraydi. Bu zot sigirlari odatda yirik bo'ladi. Balandligi 127 cm ga yetadi. Boshi katta, biroz besunaqay. Gavdasi cho'ziq, qiyalama uzunligi chamasi 155 cm, ko'kragi chuqur 72 cm va keng 47 cm, ko'krak aylanasi 187-190 cm, oldi qismi orqa qismiga nisbatan yaxshi rivojlangan. Jun qoplamasi yozda qalin va kalta, qishda uzun va biroz jingalak. Kompleks baholaganda 85 ball beriladi. Tug'ilganda g'unajinlarning vazni 25-27 kg, buqachalarning vazni 28-30 kg bo'ladi. Sigirlardan ajratilgan vaqtga kelib yosh hayvonlarning vazni 250 kg ga yetadi. Sutkasiga 6 yem birligicha sarflanganda 18 oylik bo'lganida g'unajinlar 395 kg gacha vazn yig'adi. Bu elita rekord toifasi ko'rsatkichidan 15 kg ga og'ir. Podani to'ldirishga boqiladigan bo'rdoqi buqachalar 15 oyligida 500 kg dan oshishi mumkin. 8 oylikdan 15 oylikgacha o'rtacha o'sish surati sutkasiga 950 kg dan 1033 kg gacha. Yoshga yetgan sigirlar 500-560 kg, buqalar 850-950 kg bo'ladi. Ba'zida sigirlar 750-800 kg, buqalar 1 tonnai 100 kg gacha o'sadi. So'yilganda sigirlardan 55%, bo'rdoqiga boqilgan buqalardan 60-74% go'sht olinadi. Suyaklarning vazni nimtalanmagan go'shtining 13,9% ni tashkil etadi. Go'sht yog'ligi bir tekisda. Sigirlarning sut unumdorligi 1000 dan 1500 litrgacha, sut yog'liligi 3,8 dan 4% ga, ba'zida 4,8% gacha yetadi. Qozoq oqbosh zoti Rossiyaning deyarli barcha mintaqalarida, Qozog'iston, O'zbekiston va Mo'g'ulistonda boqiladi. 2006-yilda o'tkazilgan bonirovka natijalariga ko'ra, Rossiyada qozoq oqbosh zoti soni 22 mingtani tashkil qildi. Go'sht yo'nalishidagi mollar ichida bu zot ulushi 16% ni tashkil qildi. O'zbekistonda 1957-60 yillardan boshlab qozoq oqbosh qoramol zoti mollarning reproduktor fermalari shakllantirilgan. Qozoq oqbosh qoramol zoti go'sht sifatini yaxshilash maqsadida sut yo'nalishidagi zotlar bilan chatishtiriladi. Bu zot sof holda urchitib va mahalliy qoramollar bilan chatishtirishda foydalanib kelinmoqda. O'zbekistonda naslchilik podalari yaratilgan. Olingan chatishma avlodlar Jizzax viloyatining Zomin tumanida, Xorazm viloyatida va Qoraqalpog'istonning Orolbo'yi hududlarida boqiladi. Bu galgi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini, biror takliflar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.